Bexillik kasallikdir. Abdori Muhammed Yusuf. 6. qism. Bexilning gelidan o'zininkisi o'tmaydi. Rivoyat qilinishicha, bir ama tilamchi bor bo'lib, u tilamchilik qilib pul yig'di ekan. Ammo qat'iy xajlamaydi ekan. Boshqalar bergan taom bilan kun o'tkazdi ekan. Tapqan pulini bir mozorlikqa ko'mib saqlaydi ekan. Bir kuni bir odam uning pul ko'mganligini ko'rib qilib, uni elib ketir ekan. Tilamchi pulining o'g'irlanganligini bilib qattiq dod-faryod qiladi ekan. Atsi uning pulini ilib olgan odam uni sinash uchun yeniga kelib, uni oshxonaga taklif qiladi ekan. Tilamchining oldiga mazzilik taomlar keltirilgandan keyin uni rosa yeb to'yinmoqchi bo'ladi ekan. Tilamchi taomni og'ziga selib, uni qat'iy yutolmaydi ekan va darhol yeliq kishiga: "Hey o'g'ri, pulimni sen o'g'irlabsan, pulimni ber" deb vaqirab uning gelidan bo'g'di ekan. Yeliq odam: "Nim bo'ldi? Sizning pulingizni kim ilib olibdi?" deganda tilamchi: "Bu mening pulimga ilingan taom ekan bu. Şunu gilimden o'tmayotdi. Chunki mening gilimdan o'zimninkisi o'tmaydi-da" deydi ekan.